charchoq haqida ertalab yozgan kontentim bo'yicha sizlarga yana sal kengroq tushuntirmoqchiman. Mana yurish asnosida hozir o'ylab kelib shunga qaror qildim. Charchoq haqiqatdan o'ylab ko'ringlar, bir qanaqadir yuksak maqsad qo'yib, orzu qo'ygan paytlaringizda hech qachon charchoq bilinmaydi. Mana ayollar sizlar to'y qilaman deb bir oy yugursanglar ham to'y o'tguncha charchoq nimaligini bilmaysizlar. Erkaklar ham katta maqsadlar qo'yib, mana shu imoratni bitkizaman deb 6 oy 1 yil imorat qurgan paytda charchoq bilinmaydi. Qachonki orzu maqsad to'xtagan paytda charchoq hammasi keladi. Shuning uchun charchoq to'g'risida gapirganlarim oldin ham mendan ham so'rovdinglar. Haqiqatan qanaqa charchamaysiz, ertalabdan yurasiz to kechgacha soat 11-12 da ham charchamaysiz. Vaqt soati kelganda aytaman dedim. Vaqt soati kelgani mana shu ekanki, odam oliy maqsad qo'ygan paytida miyasida endorfinlar, ya'ni baxt gormonlari, dopamin, serotonin ajralib chiqadi. Odam kayfiyati yaxshi bo'ladi, immuniteti ham zo'r bo'ladi, hech qanaqa kasallikka ham chalinmaydi. Baxt gormonlari ajralgandan keyin charchoq ham bilinmaydi. Stressga tushgan paytda, yomon o'y kelgan paytda, yomon narsani o'ylaganda, depressiyaga tushgan paytda kortizol gormoni ishlab chiqiladi. Kortizol gormoni stress beradi, immunitetni pasaytiradi va organizm umuman yalqov bo'lib o'rnidan turgisi kelmaydi. Ertalab soat 6:30 da kortizollar ajraladigan, 4:30 dan 6:30 gacha kortizol gormoni ajraladigan payti. O'sha paytda kortizol gormonini kim yoqsa, kuni bo'yi kayfiyati zo'r bo'ladi. Kimki bomdoddan keyin quyosh chiqquncha, bu o'zimizda ham, islomda ham bor, yotadigan bo'lsa, bu odam kuni bo'yi lanj bo'lib yuradi, ishini ham unumi bo'lmaydi, kuni bo'yi yan kayfiyati ham yaxshi bo'lmaydi. Hammalarga e'tiborlari uchun katta rahmat. Yurishda davom qilamiz. Mana Telegram sog'liq uchun ajratilgan 1 soat, Facebook, Instagramda psixoterapeut, igloterapeut Xurshid Qalandarov va YouTube'da Doktor Xurshid Qalandarov platformalari bo'yicha kuzatishlaringiz mumkin. Kanallarimizga, guruhimizga a'zo bo'linglar va tarqatinglar. E'tiborlari uchun katta rahmat.